mo'min musulmon bandani zikr ila qalbi orom topadi. Alloh Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah, allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub" deydi Alloh taolo. Ya'ni albatta iymon keltirganlar, mo'min bandalar qalblarini Alloh taologa zikri bilan orom oldiradiganlar, qalbi bilan orom oldiradigan zotlar deb turib Alloh aytayapti, ala ogoh bo'ling. Albatta Allohning zikri qalblarga orom bo'lur. Bir zikr qilib ko'ring-a. Zikr deganda aytayapman, til bilan emas, qalb bilan. Bir qalb bilan Allohni eslab ko'ring. Subhanalloh, alhamdulillah deb bir Allohni eslaganda insonning qalbi rohatlanadi. Chunki siz sevgan zotni eslashlik musulmonga, albatta mo'minga orom olib kelish kerak-da. Agar bir yaxshi ko'rgan odamingizni eslasangiz, yaxshi ko'rgan biror bir narsangizni eslasangiz, qalbingizga qanaqa xursandchilik kiradi? Robbimni eslash qalbga orom bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomni hayotlarini ko'rsak, u zotning butun hayoti zikrdan iborat edi. Allohni eslashdan iborat edi. Mana qarang, kitoblarni qarang-a. Ertaman turganda nima duo qilinadi? Duo zikr. Alhamdulillah deb duo qilinadi. Tahoratdan oldin, tahoratdan keyin, taomdan oldin, taomdan keyin, uyga kirishda, uydan chiqishda, masjidga kelishda, masjiddan chiqishda, markabga minishda, kiyim kiyishda, kiyim yechishda, bir odam bilan yo'liqishda, oynaga qaraganda hammasiga payg'ambarimiz alayhisalom duo zikr o'rgatdilarmi? Bu duolarni sahobalar Rasulimizdan eshitib turib yozdilar-da. Payg'ambarimiz alayhisalomning butun hayotlari zikrdan iborat bo'lgan. Aslida biz osiy ummat zikrga payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan ko'proq muhtojmiz. Ana shuning uchun ham Rasulimiz alayhissalatu vassalam muborak hadislardan birlarida sabaqal mufarridun dedilar. Ya'ni mufarridlar g'olib bo'ldi, mufarridlar zafarga erishdi dedilar. Sahobalar bu gapni birinchi eshitishlarida mufarrid kim ekan dedilarda, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u mufarrid kim?" dedilar. Kim zafar topdi, kim g'alaba qildi, kim u mufarrid deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mufarrid degani az-zakirunalloha katiran va zakirat dedilar. Allohni ko'p zikr qiladigan erkak va ayollar. Ana o'shalar mufarridlar. Ular g'alaba qildi, ular zafar topdi dedilar. Shuning uchun ham Allohni juda ham ko'p eslashlik kerak. Har doim azizlar, qanaqa holatda bo'lishdan qat'iy nazar